Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen at seni, Hemze Halit Museb'tek, şir yürek oğlanları. Muhammed ibn Maslama Bo'yi egiz, qovul, chiroyi qaramtul kelgan Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning sahobalarining ichidagi mashhurligi, baslik qomati va yaxshi amallarining ko'pligi bilan zamondoshlari orasida alohida ko'zga tashlanib turdi. Texmi diqqat qilishga arziydigan shuki, u texi musulmon bo'lmay turibla Muhammad deb atalgan. Uning ismidanmi biz uning madinaliklar ichida eng avval musulmon bo'lib, buyuk payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmalariga ergashganligini ko'ra olamiz. Muhammad ibn Maslama Madinadagi Avis qabilasining ittifoqdoshi bo'lib, arab emas edi. U payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga islomni tushuntirish uchun avatgan tunji tashviqotchi Mus'ab ibn Umayrning da'vati bilan musulmon bo'ldi. U Madinadagi Ubay ibn Hudayr va Said ibn Muaz qatorliq obro'li kishilardan ilgariroq islomni qabul qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgan chog'da muhojirlar va ansorilarning o'rtasidagi qarindoshlik munosabatini chingitishga birdan-bir usulni qo'llanib, har bir muhojirni birdan ansor bilan qiyomatlik do'st qilib qo'ydi. Bu chora muhojirlarning uy va tomoq jihatdagi zarur ehtiyojini hal qilib, mustahkam musulmonlar jamoasini qurishda zo'r rol o'ynadi. Payg'ambar alayhissalom boshqalarning xarakteri va mijoz xulqini tushunishga mohir bo'lib, qarindoshlik munosabati o'rnatishda tabiati va mijozi o'xshib ketadiganlarni bir jup qarindosh qilib qo'ygan edi. U Muhammad ibn Maslama bilan Abu Ubayda ibn Jarrohni qarindosh qildi. Abu Ubaydaga o'xshashla Muhammad ibn Maslamamu xiyolchan, haqqoniyatchi va ixlosmand, shundoqla jang maydonida nihoyatda botur va mustahkam turadigan odam edi. U mashhur chavandozlarning biri bo'lib, islom yo'lida ajoyib qahramonliklarni ko'rsatgan edi. Muhammad ibn Maslama Tabuk g'azotida boshqa barliq g'azotlarga qatnashgan. Tabuk g'azoti vaqtida u Ali bilan birlikda Madinani qo'g'dashga qolgan qo'shinga boshliq bo'lib qilib qolgan edi. U keyingi hayotida o'zining 10 bolasiga doim oshu urush maydonlaridagi voqealiklarni hikoya qilib beradi. Muhammad ibn Maslamaning hayotida uning to'liq ishonchlik odam ekanligini ko'rsatib beradigan nurg'unlagan misollar bor. Uhud g'azoti boshlanishdan burun payg'ambar alayhissalom va 700 kishilik musulmonlar qo'shini bir dalada chidir tikib kechini o'tkazmoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uningga ishinib 50 odamga qo'mondon qilib, butun kecha chidir atrofida kuzat qilish vazifasini topshirdi. Urush rasmiy boshlangan chog'da Quraysh qo'shini musulmonlarni ig'ir talofat uchratdi. 70 musulmon shahid bo'ldi. Nurg'unlari taraf-tarafga qochishga boshladi. Faqat oz bir qism iymonliq, botir musulmonlarla toki urush oyoqlashgacha sabotlik bilan turib, payg'ambar alayhissalomni qo'g'didi. Muhammad ibn Maslama dal shularning biri edi. U biror g'azotga chaqirilsa, darhol hozir bo'ladi. Bir qitim u payg'ambar alayhissalomning musulmonlarga shahardagi yahudi boshliqlarining ba'zi planlarini yetkazganligini angladı. Madinaga dastlab kelgan vaqtlarda payg'ambar alayhissalom shahardagi yahudiylar bilan mundaq kelishim tuzishgan edi. Yahudiylar biz bilan ittifoq tuzishsa, ularning manfaati qo'g'dildi. Ular bizning homiyligimizda bo'lib, huquqda biz bilan o'xshash bo'ldi. Musulmonlar bilan birlikda Madinani qo'g'dab, dushmanlarga qarshi tang urush qildi. Musulmonlarga qarshi urush ochmaydi va musulmonlarga qarshi boshqalarga yordam bermaydi. Yahudi boshliqlari bu kelishimga xiyonat qilib, Qurayshdagi va Madinaning atrofidagi qabilalarni musulmonlarga qarshi urush qilishga kuch kiritdi. Ular yana islomning obro'yini tuvanlatish uchun Madinadagi kishilar orasida bilgunchilik solmoqchi bo'ldi.
musulmonlarning Badr g'azotidagi cho'ng g'alabasidan keyin Madinadagi Yahudi qabilalarining biri Bani Qaynuqa nihoyatda qabihlashib, payg'ambar alayhissalomga qarshi vahshiy bir urush e'lon qildi. Ular mundaq dedi: "Ey Muhammad, sen bizni o'zingning odamlariga o'xshash deb qaramsan? Sen urushdan qilchi xabari yo'q odamlarni boshlab kelib, ularni o'limga tutib bermoqchi bo'layotsan. Sen bizga qarshi turib urushsang, ondan bizning bo'sh emasligimizni bilib qolading." Ular payg'ambar alayhissalom bilan tuzishgan kelishimga buzg'unchilik qilib, oshkora jang e'lon qildi. Qaynuqa yahudilarining ko'pinchisi zargar bo'lib, Madinadagi bozorlarni egillagan edi. Ular o'zining ittifoqdoshi Xazraj qabilasini urushda yordamga chaqirgan bo'lsa-mu, ular rad qildi. Payg'ambar alayhissalom Banu Qaynuqa yahudilarining yerlarini 15 kecha muhosara qildi. Qo'rqib ketgan Qaynuqa oxiri payg'ambar alayhissalomga taslim bo'lib, Madinadan chiqib ketishga bir yo'l chiqarib berishni so'radi. Payg'ambar alayhissalom ularning ketishiga ruxsat berdi. Butun qabila, ayol va bolalar hech qanday ziyon zahmatga uchramay ketib oldi. Ularning qurol-yaroqlari va zargarlik asboblari g'animat ilindi. Ular Suriyadagi Azriat degan joyda o'ltiraqlashdi. Gerçi bir-biriga tajovuz qilishmaslik kelishimi texnicha kuchga ega bo'lsa-mu, Qaynuqa yahudilarining ketishi boshqa yahudiylarning qalbidagi o'chmalik hissiyotini tugatolmadi. Payg'ambar alayhissalom va musulmonlarga eng o'chmalik pozitsiyasida bo'lgan hamda dushmanlikni ochiq oshkorlagan odam Ka'b ibn Ashraf edi. Ka'bning dadisi asli arab bo'lib, bir jinoyat o'tkazib qo'yib, Madinaga qochib kelgan edi. U yana bir muhim Yahudi qabilasi Banu Nazirning ittifoqdoshi bo'lib, Aqila binti Abul Haqiq degan bir Yahudi ayolga uylangan edi. U Ka'bning onasi edi. Ka'b egiz va kelishgan odam edi. U tunilgan shoir bo'lib, Yahudilarning orasidagi eng boylardan va Hijozdagi Yahudilarning muhim boshliqlaridan biri edi. U Madinaning atrofidagi cho'ng bir xurmiliq beg'i bor bir qo'rg'onda turardi. U nurg'un Yahudi o'limalarini qo'llab yordam beradi. Ka'b islomga oshkora dushmanlik qildi. U she'r to'qib, payg'ambar alayhissalomni ajiblashtirib, musulmon ayollarni haqoratladi. Madinadagi va Madina atrofidagi qabilalarni payg'ambar alayhissalomga qarshi turishga kuch kiritdi. U musulmonlarning Badrdagi g'alabasini anglab, nihoyatda g'azablanib ketdi. Bo'libmi, Qurayshlarni asir ilib mangan musulmonlar qo'shinini ko'rib, to'liq asabiylashib o'ltira olmay qoldi. U o'zining g'azabini Qurayshga ifodalab berish uchun Makkaga keldi va ularni qisos ilishga kuch kiritdi. Ondan u boshqa joylarga berib, qabila chepib yurib, kishilarni qo'llariga qurol ilib, payg'ambar alayhissalomga qarshi turishga undadi. Uning qilayotgan ishlari payg'ambar alayhissalomga yetgan chog'da u duo qilib: "Ey Parvardigorim, agar xohlasang Ashrafning o'g'lidan meni qutuldirgin", dedi. Ka'b payg'ambar alayhissalom Madinada amalga oshirmoqchi bo'lgan tinchlikqa va o'rtaq ishonch o'rnatishga nisbatan real bir xavf bo'lib qoldi. Ka'b Madinaga qaytib kelib, payg'ambar alayhissalomga til tekkizishni va mu'min ayollarni haqoratlashni davomlashtirdi. Payg'ambar alayhissalom uni bo'lmug'ur faoliyatlarni va vahshiy suiqasdlarni tugatishga ogohlantirgan bo'lsa-mu, u rad qildi. U payg'ambar alayhissalomga va Madinadagi musulmonlarga qarshi bir isyon qo'zg'amoqchi bo'lgan edi. Yuqorqidagi ishlar bilan Ka'b oxiri payg'ambar alayhissalomga ochiq urush ochdi. U yangi musulmonlar jamiyatiga nisbatan to'liq xatarlik edi. Payg'ambar alayhissalom uning ishlaridan to'liq g'azablanib, musulmonlarga: "Kim Ka'b ibn Ashrafni joylaydi? U Allah va Allohning payg'ambarini g'azablantirdi", dedi. "Sening uchun men uni joylayman, ey Allohning rasuli", dedi Muhammad ibn Maslama. Amaliyotda bu bunchavala oddiy vazifa emas edi. Bir ma'lumotda deyilishicha, Muhammad ibn Maslama uyga berib, qanday qilish to'g'riliq o'ylanib, ta 3 kungacha eg'iziga giyoh solmadi. Payg'ambar alayhissalom buni anglab, uni chaqirib, uningdan nima uchun tamoq yemay, suv ichmay o'ltirganligini so'radi. U:
ey Allohning rasuli, men sana bir vazifani ijro qilish to'g'riliq va'da berdim. Ammo men o'rinday olamdim yoki o'rinday olmamdim uqmayman, deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom: sening vazifang faqat shuni o'rinlash uchun bor kuching bilan tirishish, dedi. Ondan Muhammad ibn Maslama ba'zi sahobalarning qishig'i berib, ularga o'zining qanday vazifa topshirib olganligini aytdi. Ularning ichida Kayb ibn Ashrafning emildash inisi Abu Nailamu bor edi. Ular uningga yordam bermoqchi bo'lishdi. Ondan u bu vazifani ado qilishdagi planni o'tirib qo'ydi. Ular Payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, Kaybni qo'rg'ondan aldab ilib chiqish planini aytib, ruxsat so'radi. Payg'ambar alayhissalom ularga ruxsat berdi. Muhammad ibn Maslama Kaybning jiyani, Abu Naila bo'lsa uning emildash qarinishi edi. Ular Kaybning uyiga bordi. Muhammad ibn Maslama oldi bilan so'zlab: bu odam bizdan to'la sadiqa so'rab, bizda yeguchilikmi bir narsa qolmadi. U bizga zulmgarlik qilib, bisim qilyotdi. Shunga men sendan ozroq pul qarz so'rab keldim, dedi. Kab: Alloh bilan qasamki, men uningga texim ish bo'lib ketyapman, dedi. Muhammad ibn Maslama ondan: biz uningga agishib qoptimiz. Bu ish bir yoqliq bo'lguncha biz uni tashlab o'tmay turaylik. Biz sening 1-2 vasaq oltin berib turishingni so'raymiz, dedi. Kab oltinni berishni va'da qilgandan keyin ularga: sizlar texicha uning yolg'on gaplariga agashganliklarini bilmamdinglar. Mayli, ammo sizlar menga bir narsani ko'rib qo'yishinglar kerak, dedi. Ular: bizning nimani ko'rib qo'yishimizni xohlaysan, deb so'radi. Kab: ayollaringlarni ko'rib qo'yinglar, dedi. Ular: sen arablarning ichidagi eng chiroyli odam tursang, qandoqmi ayollarimizni senga ko'rib qo'yamiz, dedi. Kab: undoq bo'lsa, bolalaringlarni ko'rib qo'yinglar, dedi. Ular: 1-2 vasaq oltin uchun bolalarini ko'rib qo'ydi deb boshqalar bizni tillamamdi. Bu biz uchun ayib. Sana qurollarimizni ko'rib qo'yayli. Sen bizning uning ehtiyojli ekanligimizni bilsan, deyishdi. Kab ularning qurolliq kelib, uni gumonlantirib qo'ymaslik uchun o'ylab topgan bu taklifini qabul qildi. Ular qurollarni keyingi qitim ilib kelishga va'da berishdi. Shu chaqda Abu Naila Kaybga: ey ibn Ashraf, men sening qishingga bir gapni demoqchi bo'lib kelgan edim. Ammo sen mening kelish sababimni so'rabmi qo'ymading, dedi og'ringandek qilib. Kab uning gaplarini deyishni aytqaydi. Abu Naila: bu odam maydonga chiqib, biz arablarning odatlarini oyoq osti qilyapti. Oilamiz ochliqda va qiyinchilikda qoldi, dedi. Kab javob berib: Alloh bilan qasamki, ey ibn Maslama, men ibn Ashraf burundan sana aytgan. Manozir dal men o'ylagandek bo'libdi, dedi. Abu Naila: bizga ozroq yemaklik setib bergan. Nimani xohlasang shuni ko'rib qo'yamiz. Bizga rahim qilgan. Mening yana bir necha do'stim bor. Ularmi menga o'xshash ahvolda. Men ularni sening qishingga boshlab kelsam, ularga yemaklik setib berib, bir yaxshilik qilib qo'ysam, biz kelganda qurol-yarog'larimizni ko'rib qo'yamiz, dedi. Kab: qurollaringlarni ko'rib qo'ysanglar, men xotirjam bo'laman, dedi. Shuning bilan ular ko'rib qo'ydigan narsalarni ilib kelish uchun qaytib ketdi. Ular Payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, bo'lgan ishlarni bayon qildi. Shu kuni kechda Muhammad ibn Maslama, Abu Naila, Abbad ibn Bishr, Haris ibn Avis va Abu Abasa ibn Jabir qatorliqlar Kabning uyiga mangdi. Payg'ambar alayhissalom ularni yaqin bir yergacha uzatib chiqib, ondan ularga: Allohning ismini aytib ilgirlanglar, deb topildi. Ondan: ey Parvardigorim, ularga yordam bergin, deb duo qilib qaytib ketdi. Bu hijratning 3-yili Rabiul Avvalning oydin kechalarining biri edi.
Muhammad ibn Maslama qolgan to'taylan bilan billa Ka'bning uyiga yetib keldi. Ular uni chaqirdi. Ka'b chiqmoqchi bo'lib edi, ayoli uni chaqirib, "Sen dushmanlik odam, bundoq chaqda sirqi chiqmagan", dedi. Ka'b, "Ular mening jiyanim Muhammad ibn Maslama bilan imildash qarindoshim Abu Nayla", dedi va karvatdan tushib, qilichini elib sirqi chiqdi. Uning badanidan kuchlik iforning hidi kelib turardi. Muhammad ibn Maslama, "Men bugungidek xushbo'ylikni ko'rmagan edim. Agar xohlasang, beshingni bir purib olsam", dedi. Ka'b beshini tutib berdi. U Ka'bning beshini ching tutib olgandan keyin hamrohlariga "Allohning dushmani chepanglar", deb to'g'ildi. Bu vaqa to'g'riliq o'xshamagan xotirlari bor. Ba'zilar chepish buyrug'ini bergan odam Abu Nayla. Bu ish Ka'b uydan chiqib, ular bilan xeli mang'andan keyin bo'lgan deb qaraydi. Ka'b ibn Ashrafning yo'qotilishi Madinadagi payg'ambar alayhissalomga qarshi suiqasd planlayotganlarning yuraklarini qattiq sarosimiga silib qo'ydi. Ka'bnikiga o'xshash oshkor dushmanliklar ma'lum vaqt azaygan bo'lsa-mu, lekin butunlay to'xtamadi. Hijratning 4-yilning boshlarida payg'ambar alayhissalom Madinaning atrofida yashaydigan Yahudi qabilalaridan Banu Nazirga berib, ma'lum ish to'g'riliq yordam so'radi. Ammo ular naq maydonda uni o'ldirib etishni planlayotganligini sezib qoldi. U qat'iy harakat qo'llanmasa bo'lmaydi. Banu Nazir Iroqqa ketgan fursatdan foydalanib, payg'ambar alayhissalom darhol shaharga qaytib ketdi. Ondan Muhammad ibn Maslamani avatib, ularga xoinlik qilganliklari uchun 10 kun ichida Madinadan chiqib ketishni, shundan keyin ularni Madinada uchirtib qolsa, tirik qolmaydiganligini uqtirdi. Muhammad ibn Maslamaning Banu Nazirga nimalarni deganligini faraz qilish tas emas. Uning baslik qomatini ko'rgan va jironliq ovozini anglagan Banu Nazir payg'ambar alayhissalomning deganlarini, ya'ni xoinlik qilganliklarining oqibatiga o'zlari mas'ul bo'lishi kerakligini bildi. Payg'ambar alayhissalomning Muhammad ibn Maslamani bu vazifani bajarishga tanlashi uning sadoqatiga, g'ayratiga va mustahkam iymoniga ishonch qilganlik uchun edi. Banu Nazirning Madinadan haydab chiqarilishi to'g'risidagi ahvollarni, ya'ni ularning boshqalarni yordamga chaqirib, payg'ambar alayhissalomga qarshi turishi, payg'ambar alayhissalomning ularning zaminini muosirga elishi, oxiri ularning taslim bo'lishi, ularning Xaybarning shimoliga ko'chib berishi qatorliq tafsilotlarni bu yerda so'zlab o'ltirishimiz hojatsiz. Garchi ahvol shundoq bo'lsa-mu, Banu Nazirning ikki odami Yamim ibn Umayr bilan Abu Said ibn Vahib musulmon bo'ldi. Bularning hammasi Ka'b ibn Ashraf o'ltirilib, dal 1 yildan keyin yuz berdi. Mayli payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida bo'lsin yoki uningdan keyin bo'lsin, Muhammad ibn Maslama o'ziga biror vazifa topshirilsa, uni shu bo'yicha o'rindaydi. Hargizmi buyurilgandan ortiq yoki kam qilmaydi. Shunlashqa Umar uni muhim vazifalarga tayinlagan edi. Hamda uni o'zining yaqin do'sti va yetakchisi hisoblaydi. Amir ibn As Misrga hujum qilganda yordamga askar so'rab odam avatgan edi. Umar har birisi 1000 askardan tarkib topgan 4 qo'shin avatdi. Bu qo'shinlarga Muhammad ibn Maslama, Zubayr ibn Avvam, Ubada ibn Samit va Miqdad ibn Aswadlar boshchilik qilgan edi. Umar Amirga bir xat qo'shib avatgan bo'lib, uningda "Men Muhammad ibn Maslamani sana g'animatlarni taqsim qilishga yordam berishga avatdim. Uningga yordam bergan. Uning sana qilgan qo'polliklarni kechirgan", deyilgan edi. Ibn Maslama Fustadqa Amirning qishiga yetib keldi. U ustalda o'ltirgan bo'lsa-mu, tamoqiga eg'iz tegmadi. Amir uningdan "Umar seni mening tamoqimni yeyishdan chekildimi?" deb so'radi. "Yo'q, Umar meni sening tamoqingni yeyishdan cheklamadi. Hamda meni sening tamoqingni yeyishga buyurmadi." Ondan u ustalga nondan birini ilib, uni tuz bilan qo'shib yeyishga boshladi. Amir ochiqlanib, "Alloh bizning Umar ibn Xattobga ishlaydigan vaqtimizni oxirlashtirib bersin.
Men ilgari Xattobning va o'g'li Umarning badanini to'liq yuvga olmaydigan kiyimlarni kiyib, ko'chada tinib yurganligini, Amirning dadisi As ibn Vailning bo'lsa, zar yo'lliq yipak to'n kiyib olganligini ko'rganman, dedi. Muhammad ibn Maslama: sening dadang va Umarning dadisi har ikkilisi do'zaxda. Chunki ular islom dinini qabul qilmagan. Ammo san kelsak, agar Umar seni biror vazifaga tayinlasa, sen faqat u ilgari sana bergan narsalar bilan qo'shilishing kerak. Muhammad ibn Maslama shundoq deyish orqali Amirning Misrning valisi bo'lg'achqa, ig'izdan texmi qo'rqinchli so'zlarning chiqib qolmasligi uchun uning so'ziga oshkor e'tiroz bildirdi. Amir: ishlar haqqoniyat asosida ilib berilishi kerak, dedi bu nachar holatdan qutulish uchun. Muhammad ibn Maslama: shundoq, faqat Umar hayot bo'lsa shundoq bo'ldi, dedi. Umarning haqqoniyatchi ekanligini va islomning barobarlik prinsipini ifodalamoqchi bo'lib. Yana bir qitim Umar o'zining xalifaligi ostidagi bir viloyatda mashhur Said ibn Abu Waqqasning Kufada bir saroy soldirganligini angladi. U Muhammad ibn Maslamani bu ishni bir taraf qilib kelishga avatdi. Muhammad Kufaga kelib, darhol bu saroyni ko'ydirib tashladi. Kishilar Umarning buyrug'idan ajablanib ketdimi yoki dangliq botur Qodisiyani ishg'ol qilgan Payg'ambar alayhisalom uning Uhuddagi qahramonliklarini madihlagan Said ibn Abu Waqqasning qattiq izo tortib ketganligidan ajablandimi, hech kim bir nima deya olmaydi. Said bir eg'izmi gap qilmadi. Ana shu islomning kengayishiga yordam beradigan haqqoniyat va Allohga dinga bo'lgan ixlos, taqvodorlik asosi qurilgan o'zini tanqid qilish va gunohini tuzishdan iborat go'zal islomiy axloqning bir qismi edi. Muhammad ibn Maslama Umarning varisi xalifa Osman ibn Affonga sadoqat bilan xizmat qildi. Keyin Osman o'ldirilib, musulmonlar orasida ichki urush portlaganida Muhammad ibn Maslama uningga qatnashmadi. Payg'ambar alayhisalom uningga bergan u doim ishlatadigan qilichini qasdan sundiribdi. Payg'ambar alayhisalomning hayot vaqtida u Payg'ambar alayhisalomning chavandozi deb atalgan edi. Musulmonlarga tig' ko'tarishni rad qilish orqali u o'zining nom sharifini qo'g'dab qoldi. Keyin u yog'ochdan bir qilich yasab, uni obdan zinnatildi. Ondan g'ilobga silib, uyiga esib qo'ydi. Boshqalar u to'g'riliq so'raganda, u "Men uni faqat kishilarni qo'rqitish uchun esib qo'ydim", deb javob berdi. Muhammad ibn Maslama hijratning 46-yili Safar oyida Madinada olamdan o'tdi. Ketdi Ömer Osman nahdi qo'g'dab tek turib, Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari